Biza sizlarga Amerikada shu o'zbeklar qanaqa Ramazon oyini o'tkazayotganini ko'rsatamiz. Shunga oxirigacha ko'ringlar. Hop, hozir mana aka bilan ketyapmiz. Hozir sizlarga bitta narsani o'rgataman, bo'ldi. Nimani o'rgatasan? Alloh yozibdi. Nimani o'rgatasan? Sizlarga o'rgataman. Mana aka yangi mashina olganlar. Yoni itish bilan bosmayapman. Nima qilaman? Shu ochini. Va. Обновление qildim o'sha. Aka bitta savol bor edi. Mana spoiler ne qo'ygansiz? Versi ko'rinishida. Necha ot kuch qo'shadi bu spoiler? 3 как minimum. 3 ot kuchi. O'zi 255. Hozir 258 bo'ldi. Bu bilan 258. Verskani ko'rsa, Bu necha salaring, Bu necha ot kuch qo'shadi? Bu qo'shmaydi, bu anaqa. Короче, президентский deb olsam, военный san olsam, to'xtatishmaydi. Obzor qilib bering mashinangizni aka. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Bu BMW 3rd Series M Competition Plus. Yangi 14 iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max variant. Красный салон. Bitta da'vat qiling-chi aka. Olsam, Gap yo'q. Buyur. Bavarskiy motor-da. Qanaqa motor? Bavarskiy. Nima? Bavarskiy. Bavariyadanmi? Bavariya. Germaniya. Germaniya bitta asab. Gap yo'q. Mashina tozalanmaydimi deyman-da? Tozalanadi, ikkita boriladi. Mana aka yana chiqdi-da. Siz nima gap? Go. Mana bu spoiler 3 ot kuch qo'shar ekan. Bu spoiler bizda 30 ta ot kuch qo'shadi. Hozir men mashinaga o'tirsam, yana 30 ta qo'shadi. Ketdi. Qat ketamizlar endi. Hop, hozir tracking companyga ketamiz. Energy. Sizniki, nechta traktor bor edi? Energy trucking. South Park Circle-da. Bitta trackim bor ekan. Mana South Park Circle. Mashinangiz zo'r ekan aka, nima ish qilasiz? Mana shu ko'rayotganlarga, mana shu ko'rayotgan odamlar havas qiladi-da, misol uchun. Necha yoshsiz aka? 22 yoshda BMW olish uchun nima qilish kerak? Nechta odam aldash kerak? Ikkita odam oldasi yetadi. Hozir hashtagda biz o'zi. Bu bilmaysizlar, bu Florida bo'lsa, bu Amerikani yangi varianti bo'lsa, Jigar. 2.0. Amerikani jigar, ha? Amerikani jigar. Brachkasi. O'zi Amerika kelganimda hech kim emas edi-da shu o'xshamdan. Hokimsiz. Hozir ham hech kim emas, lekin kim bilan bo'lishdi arafasidaman shu o'xsham. 1 millionlik portfolioni men hech qolmadim shu o'xsham, уже kimdirman-da уже. Kimdir. Tunnelda bor-ku, tunnelda yurasan-ku, tunnelda. Shu svet konsa tunneli bor-ku. Svet konsa tunnel menman-da shu o'xsham. Svet konsa tunneli. Qo'lni yumagan, qo'lingga nima bo'lgan har yoq? Kuyib qolgan quyoshda. Shu o'xsham ekan. Svet konsa tunneli. Konsa tunneli bo'ldi. Sen tunnelmisan? Ben tunnel. Черный dira bu. Okalar. Biz sekin chetda yurimiz. Siz nima ish qilasiz aka? Siz qachon kelgansiz Amerikaga? Biz shu ko'p bo'lmagan. Qancha bo'lgan? 3 yil bo'ldi. Xolos. Sizga qancha bo'lgan? Mana bu qo'yan assalomu alaykum. Ketyapmiz mana ishxonaga. Ishxonada akalar ishi bor ekan. Undan keyin molga o'tamiz. Molda men bola oyoq kiyim oladi. O'zi otingiz nima aka? Otingizni tanishtirmaysiz o'zingizni. Asim Ulug'bek. Tanimaganlar uchun Ali. Tushunsan? Voy. Gap yo'q. Mana bu Toyota dealership. Hozir Ferrari dealershiplar va Porsche dealershiplardan ham o'tamiz. Inshaalloh ikkita Porsche olib ketamiz keyin. Ko'ryapmiz aka, bunga nima deysiz? Ferrari mana. Xudo xolisa, mana Porsche 2025-yil oktyabr oyida
shaxsan Shaxsan. o'zim Aha. 3 ta Ferrari Roma'ni olib chiqib ketaman. 3 ta. 3 ta. Nima qilasan? Bittasi menga, bittasi az, bittasi otasiga. Ha. Hamdan lekin 10 yurish kerak. Tamasi. Mana u M3 CS ekan, qara. Bosma. Saniki 330 ay. Bu M3. Saniki почти. Onam qoldi. Powerbank. Ammo shuni ham power bank. Qattiq to'xtab qoluvdik. Exitdan ehtiyot bo'lganda o'tib ketib qolmadi. 3 ta Ferrari'da to'xtadik. 3 ta Ferrari. Xudo shaxsan o'zim 3 ta Ferrari olib ketaman. Roma 2025-yil. Yo'q, 2 ta Ferrari bo'lsin-da, bitta Urus. Bu 2 ta Ferrari zerikib qoladi, o'sha tushunsan uni. Shu Urus bo'lsin. Yo'q, bitta Ferrari, bitta Lamborghini Huracan, yo'q CGI bo'lsin. SVJ bo'lsin. aha. Keyin bittasi Urus bo'lsin. Shunaqa 2 ta Lamborghini, Keyin bitta Urusni Ferrari. Mansiri retailingga berib yuboramiz, tushunsan? Bitta Rolls Royce ham bo'lsa. Rolls Royce hali oxirlik ekan. Qavrim. Hali oxirlik. Ani bolali bo'lganimizdan keyin Kellindan olamiz. Corolla'dan bitta bo'lsa. O'sha Kellindan olamiz. Yo, men Spectre olaman inshaalloh. Spectre. Taka loht. Gap yo'q. Yaxshi niyat yarim mol. O'sha elektrichеский bo'lsa ham lekin Spectre olaman. Hop, hozir уже yetib keldik почти. Vokalarning ishini bitirib, keyin molga o'tib, keyin masjidga o'tamiz. Masjidda shu qanaqa Ibodat number 1, number 1. Ibodatsiz ish bola bo'lmaydi hayot, tushunsan? Ana. Eslab qolinglar. Hozir 5 mahal endi kiramiz, to'g'risini aytaman endi. 2 mahal namoz o'qiymiz, lekin sekin-sekin inshaalloh 5 mahalga o'tamiz. Не скачалось всё еще VPN. Inshaalloh. Shuning uchun Allohga ishoninglar, faqat Allohga. Avf. Ishxonaga ham mana keldik. Hozir bu yerda bizning kompaniyamiz bor. Energy Tracking ko'rsatib qo'y. Mashinamiz, takoy. Lehki mashinamiz. Mana o'zi ishchiga beraverdik. Eskirib qoldi-da, berardik-da. Просто gapirasizlar. Hop, ne BMW 3-seriya. 5-yil. Voy. Ne BMW Mercedes. Mers слишком BMW endi orzuda stilda, tushunsan? BMW это stil. Gap yo'q. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bugun biz Energy Trackingdamiz. Energyning mashinalari turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Aha. Bugun xolasa tracking biznes haqida gaplashamiz. Nima bo'lyapti o'z trakkingiz? Kelinglar, oldin trak masalasiga ko'rsating. Traklarimiz bor orqa tarafda, ketdik. Reklaman tekini. Mana ko'rib turganingizdek, bu trak necha pul topsa bo'ladi o'zi mana O'zbekistonda odamlar ko'rib o'tiribdi. Hozirgi bozorda bitta trak olib qo'ysa necha pul topsa bo'ladi? Bitta trak olib qo'yib, shofyor qo'ysami? Ha. Shofyor qo'ysa, bitta trak olib haftasiga misim tushib turadi. Haftasiga. Oyiga Agar 4 ming oyiga masalan o'sha 4 haftada ishlasa, to'xtamay ishlasa, trak buzilib qolmaydi. Endi unaqasi bo'lmaydi. Aytaylik, sredniy 3 hafta ishladi, $3000 bordi oyiga. Normalni O'zbekistonda turib. Endi bitta trak necha pul turadi? Bitta trak endi hozirgi bozorda $100,000 dan sredniysi $100,000 dan to yengisigacha $250,000 turadi. Yengisi $250,000. 250 ming yo'q, undan arzon, bozor tushgan. Yo'q, 250,000. Nima bo'lsa ham. Hop. Bu trak hozir Energy Trackingda, boshqa traklar ham bor. Ichini ko'rsanglar bo'ladi. Trak ichi mana shunaqa bo'ladi. Ana ichi qizuv emas, unaqa. Shopir o'tiradigan joy. Водительский, passajirskiy. Orqada двухэтажный uxlasa bo'lar ekan. Endi bozor oldingidek emas. Oldin necha pul topsa bo'lardi bitta trakdan? Haftasiga $2,000 dan $5,000 gacha topganda, agar o'zingiz trakingizni sotib olib, водитель qo'yib berib yuborsangiz. Oyiga 15 ming bo'lgan ekanda. Hozirgi paytda mana ko'rayotganingizdek, misimdan sredniy misim Haftasiga. misim 2000 turadi. Agar zo'r bo'lib ketsa, ko'rsa. Shunaqa gaplar mana. Har xil traklar bor. Mars, BMWga o'xshabdi, bularning ham varianti bor. Toyotasi mashtrak bo'ladi. Gentra. Da, eng Gentra или Nexia o'sha buzilmaydigan, yuraveradigan zapchastlari hamma yoqda bor, mashtrak bo'ladi. Agar o'rtoqlar sizlarga ham
tracking biznesga investitsiya olib kirmoqchi bo'lsanglar, bemalol mana o'rtog'imizning profiliga yozsanglar bo'ladi, bizga aloqaga chiqishadi. Ana. Bemalol. Olasizlar, mana bunaqa trak, olasizlar, bunaqa trak. Amerikaga kelib o'tirishinglar shart emas. Sizlarning nomingizga ham O'zbekistondan turib, Amerikada kompaniya ochib beramiz. Bemalol hammasini upravlять qilib, O'zbekistondan turib, Amerikadagi pulni topsanglar bo'ladi. Bu degani 150 ming kamida investitsiya qilasizlar. Kamida 100 ming dollar. 100 ming. Kamida 100 ming dollar bilan, lekin oyiga 3 ming dollardan olib kelyapti. Ancha rentabel. Okupayimiz 2 yilda примерно. Okupayimiz 2 yil, 2 yildan keyin Trakiz полный sizga xizmat qiladi. O'shanga masalan aytaylik, O'zbekistonda dom olib 100 ming dollarga dom olasanda, uni maksimum remontini qilib, yana 50 ming tikib, maksimum 1000 dollarga arendaga berasan. Oyiga. Oyiga 1000 dollarga. Ana 100 ming dollar sразу bermaysan, ha? Yo, nima 100 ming dollarni, masalan, domni, kvartirani 100 ming dollarga sotib olganingdan keyin remont qilasan uni. 50 ming dollarga где-то 150 ming dollar ketyapti. Undan ko'ra 100 ming dollarga trak olib qo'yib, oyiga 3 ming dollardan kelgani ancha pribylniroq-da. Endi ishonchli odam kam Amerikada. Lekin ishonchli odam kam. Bizga ishonsa bo'ladi. Senga ham Menga ishonsa bo'ladi. Ferrari olasan ku. Agar sizlarga shu narsa qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol hamma dokumentatsiyalari bor, buxgalterlik uchotlari bor, tashib beramiz. Shu xizmat Aloqaga chiqaveringlar. Shunaqa gaplar. Hozir qayerga ketamiz? Hozir molga. Hozir shopping qilamiz. shopping mallga ketamiz. Keyin ibodat qilamiz. Keyin Al-Buxoriy masjidiga. Ko'rishguncha. Hozir molga bormaydigan bo'ldik. Masjidga haydayapmiz chunki soat ko'rib turganingizdek 5:49 shu vaqt bo'lyapti. Shunga masjidga haydayapmiz. Al-Buxoriy islom markaziga mana yetib keldik. Ko'rib turganingizdek mana shu masjid 2017-yil qurilgan. Oldida mana bu yashil restoran. Bu restoranni ham 2023-yil sotib olishdi. Shu restoran masjidga xizmat qiladi. Hozir sizlarga masjid ichini ozgina ko'rsataman. Bu masjidni ichi. Abi, assalomu alaykum. Blogger. Assalomu alaykum abi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Best YouTuber. Future YouTuber. Future. This is chef. Take him instead. Bu studentlar. Come on, speak in Uzbek. You guys are Uzbek. Uzbek dilinde geplaş. Uzbek tilida gaplash. I know Uzbek too. I know Uzbek. I'm a YouTuber. But o'zbekcha bilmaydilar-yu. Mana bular o'zbekcha biladi. Olgan intervyu? Keling intervyu. Okey. Amerikada qachon kelgan? Har 5 yil bo'lyapti. Mana hozir boshdan boshlaymiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana bizning hurmatli imomlarimizdan biri. Aytib beringchi, qachon kelgansiz Amerikaga? Nimaga imonligiga asos bo'lgan? Endi Amerika kelganimizga 5 yil bo'lyapti. Buni 2 yilchasi Orlandoda, avvalida New Jersey va Los Angelesda yashaganmiz. Bu yerda bizning fan vazifalarimizda bolalarni boshlab turib, diniy darslarga kirish, 5 vaqt namoz qilishlarda rahbarlik qilish, degan jamoatimiz bilan gaplashib, ularga xohlagan xususlarda ko'mak qilish vazifalarimiz. Endi savol bo'lyapti, podpischiklarimizda bo'lishi kerak, obunachilarimizda. To'ylarga chiqasizmi? Imom. To'ylarga bizlardan ko'ra bu yerdagi boshlig'imiz bo'lgan Ilyos akamiz chiqadi. Bizlar ko'p vaqtimiz bolalar bilan o'tadi. Ustoz. Ha. Amerikada imom bo'lib turib nechta topsa bo'ladi? Shu qiziq. Faqat pul bilmaysiz. Bu savollar qiziq savollar, lekin endi Pul uchun qilishmaydi-yu bular.
bizlar diniy tomonda bo'lganimiz uchun bu xususlarda Tekin ishlaysiz. ko'p gapirish yaxshi emas. Ha, tushunarli. Chunki bu ishni asl targeti yoki hedefi Jannat. sizlar ham bilasiz. Jannat. Stock of jannat. Shu Amerikada obunachilarimiz hamma narsa pulga taqalmaydi. Biz ham inshaalloh shularga o'xshab o'zi boylar bilan o'sha biz ham shunaqa bo'lib ketaylik inshaalloh. Alloh razı olsun. Mana Ahmed. Ahmed to'g'ri. But he doesn't speak Uzbek though. Yeah. We're gonna put subtitles. Everybody. Nah, it's too much work. Tahoratxonani ko'rsataylik. Hop, hozir biz tahoratxonani ko'rsatamiz. Bu yerda studentlar yashaydi. Maktab ham shu yerda. Mana bu tahoratxona. Bu yoq mana studentlar o'qiydi. Bu yoqda studentlar o'qishadi. Bu yoq ofis, Ahmed Xo'jani ofisi. Kameraga kelishadi. Nah, I don't want to talk. Men shu arabani zindaqlarni qo'yib Bu yoqda ham ofis. Bu yoqda mana darsligi mana shu yerda o'tadi. Kino ko'rish o'tgandik. Maktab bu. Abi, assalomu alaykum. Student. Har doim xafa bu student. Mana masjidda maktab. Bu yerda maktab fanlari ham va Qur'on Karim darslari ham o'tiladi. Shunga agar Amerikada yashasanglar, Al-Buxoriy Islamic Center Orlandoda joylashgan, Florida shtatida. Qora kamzan nomerlarini shu yerga yozib qo'yamiz. Xizmat bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Hop, hozir orqa tomonga o'tamiz. Orqa tomonda ovqat qilishyapti, iftorlikka tayyorgarlik. To'g'rimiz Furqat aka. Hozir sizlarga ko'rsataman. Hop, hozir biz masjidda orqa tomoniga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ayollarga joy qilingan. Masjid territoriyasi jamlan kichkina emas, katta. Imom. Masalan, mashinalarda yurishadi shu Kiyevda. Mana bu restoran. Restoranni keyingi videoda inshaalloh olib ko'rishga harakat qilamiz. Bu yerda ayollarning joyi. Endi ichkarida bilmayman, odam bormi, yo'qmi. Shunga sekin olib o'tib ketaman. Ichkarida hech kim yo'q ekan. Bu yerda ayollar uchun joy qilingan. Hamma iftorga tayyorgarlik. Assalomu alaykum, brother. Bu yerda erkaklar uchun joy, studentlar emas, xizmatda. 200 ta erkak, 150 ta ayol uchun joy. Masjidning orqasida futbolni poli bor. Tamom, parkovka ham masjidga tegishli. Futbolni poli juda katta. 6 ga 6, 7 ga 7 bemalol o'ynasa bo'ladi. Hozir povur akalarimizni ko'rsatamiz, qanaqa ovqat qilishayotganligini. Sizni nima foyda istayapti aka masjidga? Mana o'sha sekin-sekin sadaqa qilamiz, xizmatdamiz. Yurimiz sekin-sekin inshaalloh. Gap yo'q. Hamma tayyorgarlikda mana. 40 kilo oshqonimiz. Shef. Furqat aka, o'zingizni bitta tanishtirsangiz. Mani hamma taniydi dedi. Yaxshi mahsulotga reklama kerak emas deganda dedi. Ya, mana. Abdurahmon aka. Har doim xizmatdalar. 30 kun bo'lsa, 31 kun xizmatda. 30 kun qanaqa bo'lsa, 31 kun shu yerda. Plus harada ham shetlar. 32. Lekin oldingi anaqada ancha kamaydi, odam oldin ancha ko'p bo'ladi-yu. Yo'q. Ikadashman. Bilmayapti deydi. Bilmayapti. Anonet bering. Oldingi yil necha kilo damlagan? 25 kilo osh berardi-da. 2 yildan beri mana shu Al-Buxoriyda 2 yil ketma-ket 25 kilodan har juma osh damlardi.
Bu yili 40 kilo ham osham yetmayapti. Atak 25 yetardi. Kecha 42 damladik. 42 damladi, kecha 42 ham keldi. Inshaalloh ertaga donor qilamiz. Abi donor qiladilar. Bu odamning ko'payganidan dalolat, kamidan dalolat beradi. Boyagi savolingizga javob beradi. Mana bu restoranning orqasi. Shu yerda ovqatlar pishadi. Ko'rib turganingizdek. Evet, Okeyler, Ramazan taşlayıp günü mübarek olsun. Thank you abi. Hozir restoran ichiga kiramiz. Restoranda odam ko'p. Restoranga nechta odam sig'ardi? 70 tami, 80 tami? 80 ta odam sig'ardi restoranning ichiga. Ko'rib turganingizdek, mana shu vxodi. Kelaverasizlar. Amerika bo'yicha eng zo'r o'zbekcha ovqat va turkcha ovqatlari. Mana Ramazon muborak. Restoranda işte. Ichkarida odam ko'p ekan. Assalomu alaykum. Bizning biznesimiz kichkina ishlab chiqaramiz. Assalomu alaykum. Mana restoranni yo'zlari. Assalomu alaykum. Restoranning ichi. Turganinglar deb yozibdilar. I'm sorry. Soqochdi va bu yerdan. Ana backstage o'tsa. Shashliklarni udari. Chef videoga tushmayman dedilar. Lekin olib ketaverasizlar. Qorni och bo'lsa bemalol. Keyingi videoda ham shu karavan haqida video olishga harakat qilaman. Amerikada, ya'ni restoran ochsa foyda topsa bo'ladimi? Qanaqa hozir Amerikada mana shu restoranlar pul keladimi? Restoran yozish foydalimi? Shunaqa temalar to'g'risida agar qiziq bo'lsa, podpiska. Okey, somsa qilyaptilar, somsalarni olyaptilar, mana ko'rib turganingizdek. Mana olib o'tdilar. Pishib bo'lgan. Assalomu alaykum. Stolda. Почти tayyor. Bemalol kelaverasiz. Buradagi bitta kommentariy ovqatga. Ovqat bugun shu, xudo xolasa. Chicken fricassee. Oti nima? Chicken fricassee. Chicken fricassee. Ha, tovuqdan qo'ziqorin bilan. Gazira bo'ladimi? Gazira mashhur edi buni. Pyure. Necha kilo bo'pti? Bu yerda 40 kilo tovuq bor. 20 kilocha qo'ziqorin. 10 kilocha piyoz. Mana kosalarimizni tayyorlashyapti. Первыйga chechevitsa, второйga shu Hey, actually, does have Alfredo? I made it. kuritsa с грибами. Homemade Alfredo. Hoji aka, Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Tutgan ro'zalaringlarni Allohdan yaxuda qabul qilsin ilohim. Duolardan, savoblardan Alloh hamma o'tganlaringizni bahramand qilsin. Dasturxonimizga marhamat. rahmat hoji aka. Shefimizni har doimgidek shu yerdalar. Hoji akamga. Marhamat. Number 1 chef in Ay, number 1. In America. America. Ko'rganinglardek bugungi kunni ham уже sekin tugatsak bo'ladi. Orlandoda, Florida shtatida o'zbeklar qurgan masjidni ham ozgina bo'lsa ham ko'rsatdim. Bizda shu mana shunaqa iftorliklar o'tkazamiz. Har yili shunaqa o'tkazishga harakat qilamiz. Amerikada tursanglar, sizlarni приглашать qilamiz. Yana nima gap? Shu endi bizga podpiska tashlab, like bosishni unutmanglar. Xudo xolasa, keyingi videolar bundan ham qiziq bo'ladi. Hali bizda oldinda juda ham ko'p putешествиялар, juda ham chiroyli va qiziq joylarga hali boramiz birgalikda. Xudo xolasa, podpiska tashlab qo'yinglar. Charchamanglar, hammaga omad, rahmat.